Assalomu alaykum. Qadrdonlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xudo xolasa yangi ishlarimiz o'z yakuniga yetdi. Bu yerga Zolotoy deb alyumin aldoks bir qavat yo'l oynalar bilan xudo xolasa ishlarimizni olib kelib o'rnatib berganmiz. Bu yer manzili Andijon viloyati Shahrixon tumanida bo'ldi. Do'lanma F degan joyda. Xo'p, bu yerga ikki qanotli eshik ikkita, bitta bir qanotli eshik, ikkita rom, bitta fortish o'rnatib berganmiz. Xo'p, bularni bir boshdan razmeri bilan tanishtirib o'tsam, 2 metrga balandligi 1.57 razmerda bitta rom bo'lgan, o'rtadan bitta ochiladi, 35 lik padagonilari bor. Xo'p, eshigimiz 1.10 ga, balandligi 2.15 bo'lgan. 1.20 ga 2.15 bo'lgan, bunisi xo'p 1.10 ga, balandligi 2.20 bo'lgan. Xo'p, taylar arkafon, eshiklarimiz bir qavat gulli, qalampir gulli oynalarda bo'lgan. Eshikda o'ziga bo'lgan, bular yo'dvida bo'lgan. Xo'p, darvozadan kirishdagi romimiz 1.80 ga 1.70 bo'lgan. Endi 1.80, balandligi 1.70. Xo'p, xuddi shu holatda o'rtadan bitta ochiladi. Bunda ham padagonilari bor, 35 lik. Bitta adelka ishlari ketyapti ekan. Undan keyin yana ham chiroqli bo'lib bo'ladi. Xo'p, xudo xolasa shunaqa holatda qilib qo'yib berdik. Go'zal holatda. Xolasa hamma yo'q, akfan original 100% o'zining mahsulotlariga bo'lgan. Chiroqli holatda bo'lib, ichkaridagi bitta eshigimizni xo'p, akamiz o'zlari o'rnatib oladigan bo'ldi, ustalari bor ekan. Bu yerda o'sha kirishga harakat qilib turar ekan. Hozircha shuning uchun buni o'rnatmadik, lekin legirovkalarini nima yo'qmi, xudo xolasa chiroqli qilib tugatib berdik. O'rnasa bo'ldi, tayyor. Xo'p, fortishkamiz 75 ga 35 lik bitta fortishga bo'lgan. Bu ham qaychi mexanizmda ochilishlari bor. Ichkari ko'rinish holatlari. Xo'p, akfan o'zining pechatlari bor, hamma holatda. Kalitlari, ruchkalarida. Enalari atido bo'lgan. Tepalariga pirmichka bor joylariga shu samarezlarni qatirganmiz. Qolgan joylari polni penalari bo'lgan. Padagonilari ham bor. Xo'p. Buni ham bitta ochilishini ko'rsatib o'taman. Xudo xolasa yengil holatda bo'lgan. Bu xonamiz ham ichkarida bitta romi bor. Ruchkalar hamma yo'q, atido holatda bo'lgan. Rezinkalarigacha akfan o'zining mahsulotlarida. Padagonilari ham bo'lgan. Bu yerda rom yo'q ekan, rom ochilgan, shuning uchun yonida ustumlari hamma yo'q keng bo'lgan. Yorug'roq bo'lishligi uchun bitta rom qo'yilgan, biz batga qo'yib berdik. Shuni hisobiga yo'llari ochiq bo'layotgani shu sababga bo'lgan. Bitta ham eshigi kengaytirilgan. Shuning uchun bu yog'ochlar qo'yilgan. Biz esa ishlarimizni o'shanga qarab qo'yib berdik. Xo'p, shu yerimiz общий summada hamma yo'qni olib kelib o'rnatib berish polnisida hop 10.300 ming so'm bo'lgan. Hamma yo'g'i yetib kelib o'rnash ichida bo'lgan. Kimga shunaqa eshik rom terasga eshik romlarimiz ishlarimiz zarur bo'lsa, ekrandagi nomerga murojaat qilaverasizlar. Ishlaringiz sifatli, garantiyali qilib o'rnatib beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.